Mahsulotlar, choylar, har xil damlamalar, o'simliklar. Nimani ko'rib qoldim deng? O'zimizni Labo. Opangizlar, bizni oshxonamiz. Birinchi mana non rastasi deydi. Gostinitsamizni kechki atmosferasi. Florida Travel Zor. Вот. Хорошо. Да? Один чисто. 3. Да. Хорошо. Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Xo'p, bugun Sharm el-Sheyxdagi birinchi kunimiz infotur bilan kelganmiz. Ya'ni 20 kishilik jamoa to'liq Sharm el-Sheyxdagi 5 yulduzlik otellarni o'rgangan. Ya'ni sizlar uchun otellarda qaysi otel qanaqa, infrastrukturasi qanaqa, u yerda atrofida nimalar bor va bolalar bilan kelsa bo'ladimi, 18+ hammasini inshaalloh birma-bir yoritib berishga harakat qilamiz. Hozirda biz birinchi otelga joylashganmiz. Bu yerda 3 kun bo'lamiz. Otelimiz dengiz bo'yi, xudo xolasa birinchi liniyada joylashgan. Hop, bu holi juda ham katta otel ekan, bloklardan iborat. To'liq videoda yana yoritib o'taman. Xonalarini, oshxonalarini, spa sentrlarini, trenajyorniy zallarini. Ya'ni bu otelda hamma narsa bor. Ya'ni o'zi Sharm el-Sheyxda Sharm el-Sheyx o'zi passivniy oddix bo'lgani uchun, ya'ni nima deydi? Faqat passivniy oddix bo'lgani uchun bu yerda otelga ko'proq e'tibor berish kerak. Ya'ni yaxshiroq otel tanlashimiz kerak. Shuning uchun otellarda o'rganganini kelganmiz. Kuzatishda davom etib turinglar. Xudo xolasa birma-bir hamma otellarda nomlari bilan u yerdagi shart-sharoitlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Florida Travel bilan dunyoda istagan davlatiga sayohat qiling. Bizni otelimiz Regency Plaza deb nomlanadi. Hozir joylashgan otelimiz. Bu yerda Duboy otelga joylashganingizda Sharm el-Sheyxda kategoriyasiga qarab turib, ya'ni all inclusive, ya'ni BB deb qo'yadi, nonushta faqat va all inclusive va ultra all inclusive bor. Shunga qarab brasletlar beradi. Ya'ni rangi har xil. Shu brasletingizga qarab turib bemalol gostinitsani xohlagan zonasidan foydalanishingiz mumkin. Shu bizning otelimizda kirish hol ekan, bu kirish holi juda ham katta maydonga joylashgan. Otelda ichida hamma narsani topsangiz bo'ladi. O'ziga kerak bo'lgan suvenirlar, har xil suvenirlar, bijuteriya, hokazo sovg'a salomlarga alohida e'tibor beramiz. Hozir men bosh kiyim olishim kerak edi. Shuni qidirib chiqdim. Bormi, yo'qmi? Panamkalarimiz solish esdan chiqib qolibdi. Shuning uchun bitta magazinlarni ko'ryapmiz. Portretlar ekan, inshaalloh. Qayerga xabaringlar bo'lsa, O'zbekiston fuqarolari uchun vizani taqiqlab qo'yadi. Hozir 20-noyabrdan yana qayta qonun chiqarishibdi. Ya'ni aeroportda o'zidan viza olib, faqat qayerga tur paketlarida bitta tur firma bilan ishonchnomasi bilan sotib olingan bo'lsa viza berar ekan. Сколько стоит? По-разному. Вот это. Вот это $30. $30. Да. Светится в темноте. А, светится в темноте.
fosforli ekan, kech payt yonar ekan. Mashalloh. Svetni o'chirdim, mana kechki payt hamma почти hammasi yonar ekan, fosforli ekan. Subhanalloh. Inshaalloh ketyapti, bitta olib ketamiz. Маленький тоже есть. Маленький тоже светится. А это почем маленький? 15. Bu kichkinalari $15 ekan. Inshaalloh. Спасибо. Придем еще. Мы только пришли сегодня. Xo'p, bosh kiyimlar. Suvenirlar. Har xil suvenirlar ham bor ekan mana. Narx-navolarni ham bitta o'rganamiz endi. Assalomu alaykum. هانيمون بقى سافروا بقى نايم الاول رجعت الشقه بس ازاي صليتها مش قصدي حاجه والله بس كشفناك وشاف مامك وعامله موضوع انت شكلك كان وحش قوي يعني Bu yerda oziq-ovqat ham bor ekan. اعتذر ليك انت وامك لا يا حبيبي ربنا Почем это тарелочки? سلم لي عليها وعلى امك Вот это. سلام يا حبيبي $15. هزه Черный здесь. شكرا Внизу. مفيش مكان نروح لا ما نروحش. $10 وهنقعد في مكان. احنا نروح شقة شغل ونقعد فيها أي مكان وضعها. احنا كل ما نسال عليها رمضان زي ما بيقول لك بايظ كان هي والجميل هيحوشها عندنا ليه؟ معلش نروح ونشوف. Kiyimlar. Mana shlyapa, panamka yo'q ekan, что-то ko'zimga ko'rinmayapti. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Panamki мужские есть? Сколько стоит? Это бананка $10. $10. Что так дорого? $10 ekan. Xo'p, bu yoqda mana tabiiy mahsulotlar, choylar, har xil damlamalar, o'simliklar. Voy. Assalomu alaykum. Это чай, да? Египетский. Choylarni mashhur deyishadi. Har xil mazlar, xullas tabiiy mahsulotlar ekan. Endi bularni to'liq ma'lum qila olmaymiz. Voy. Hidi ama ko'zni achishtiryapti kirganda. Bu yoqda mana xurmolar. Xurmoni kukuni ham bor shekilli. Ko'pelar. Vodi. Bunaqa bizni gastinitsamiz o'zida joylashgan magazinchalar endi odatdagidan ko'proq qimmatroq bo'ladi menimcha. Men bilishimcha. Bu yerda assalomu alaykum. Shuning uchun narx-navolarni uncha qiziqmayapman. Oddiy bitta panamkani $10 dedi. Odatda Misr arzon, ya'ni byudjetniy davlatlar sarasiga kiradi. Sizlar gastinitsamizda nimani ko'rib qoldim deng? O'zimizni Labo. Inshaalloh. Egiptda ham bor Labolar. Gastinitsa juda ham katta ekan, xullas charchab ketdim aylan. Nimalar bor, nimalar yo'q. Hozir birinchi o'zimizga kerakli narsani olay deb qidirgani chiqdim.
Quyosh botyapti. Chiroyli peyzaj. Har bir anaqa nima deydi, juda ham katta bo'lgani uchun O'zbekiston. Mafya. Maşallah. Mafya. Xo'p, har bir burchakda shunaqa suvlar, xohlaganingiz napitkalar, bunaqalar bor. Bemalol ichib nima qilsangiz bo'ladi. Xo'p, do'stlar, gostinitsamizni to'liq aylanib chiqmoqchiman. Juda ham katta ekan, to'g'risi odam charchab ketdi. Mana bunaqa bloklarga bo'lingan. Ya'ni mana Kids Club, Fish Market xonalar ko'rsatib qo'ygan mana. Nechinchi xona qaysi tomondaligi. Bu yoqda mana detskiy plashatkalar bor ekan. Akvaparkcha. Yo'q, akvapark emas ekan, просто детский площадка. Basseyn har qadamda. Mini klub. Xo'p. Kids Club. Bolaxona, ya'ni kichkina bolachalar bo'lsa, ichkarida o'yinxonadan ashakka qo'yib, bu yoqda bemalol plyajda yoki basseynda cho'milsa bo'ladi. Ota-onalar. So'z bering. Agar bekilmagan bo'lsa, ko'rsatishga harakat qilaman. Bolajonlar. Soat 16:30 gacha ishlar ekan. Haq mana. Kichkina toylarni bu yoqqa tashlab qo'yib, bemalol kursi bo'ladi. Cho'milsa. Bu yoqda mana hojatxonalari. Juda ham chiroyli joylar ekan. Sharm el-Sheyxda odatda yil 12 oy sezon bo'lganligi uchun mehmonxonalarda rezervatsiya, ya'ni ta'mirlashga vaqti bo'lmaydi. Agar ta'mirlasa, yopishga to'g'ri kelib qoladi. Shuni hisobiga hamma aksar 90% mehmonxonalar juda ham eskirgan. Yangilashadi, faqat bir qismini qism-qismlarga bo'lib, ya'ni bloklarga qo'yib yangilashi mumkin, lekin odatda sezon постоянный bo'lganligini hisobiga kamdan kam remont bo'ladi. Eski. Shuning uchun 5 yulduzli oteldan boshqasi bekor deb o'ylayman. Parvozimiz haqida ozgina gapirib beray. Toshkentdan Sharm el-Sheyxga 4 soat 30 daqiqa uchdik. Ya'ni Sharm el-Sheyx O'zbekistondan 3 soat orqada. Ya'ni 10 atrofida uchib, bu yoqqa 12 da yetib keldik. Sharm el-Sheyx vaqtida 4,5 soat parvoz qildik. Juda ham yaxshi parvoz bo'ldi Fly Hiva tomonidan. Xo'p, O'zbekiston aviakompaniyalari hammasi juda ham yaxshi. Imенно turizmda charterli reyslar qo'yilgan Sharm el-Sheyxga. Xo'p, ovqati zo'r. Почти O'zbekiston havo yo'llari, Centrum Air, Qanot Sharq, Fly Hiva o'zini reyslarni qo'ygan, charterli reyslarni Sharm el-Sheyxga primoy. Bemalol hammasida usullar bo'ladi. Hech qaysi bir-biridan farq qilmaydi. Hammasi ovqatlari ham, xizmatlari ham hammasi bir xil. Plyajga oz qoldi. Suvi juda ham sovuq ekan. Hozir basseynga oyog'imni solib ko'rdim. Suvi juda ham sovuq. Endi lekin ob-havo juda ham mo'tadil.
haligi issiq ham emas, sovuq ham emas. Hozir noyabrda oxiridamiz, ikkinchi yarmida. Bemalol shunaqa paytda kelsa bo'ladi. Havo gradusi o'rtacha 30 plus minusda. Hozir уже kech bo'lgani sababiga salqin tushib qoldi. Xo'p, yana nima? Otelimizni u boshdan bu boshigacha borguncha odam qansirab qoladi ekan. Lekin bizni blogimiz birinchi liniyada, ya'ni plyajga yaqin joylashgan. Qolgan hamma bloglarda atrofida basseynlari bor. Ya'ni bitta blogda olib, unga plyaj uzoq ekan emas. O'zini shaxsiy plyaji bor. Hozirgi otelimizni bemalol kelib, plyajda damda olib, gostinitsada ovqatlanib, uni tashqarida qiladigan ish yo'q. Faqat gostinitsada mazza qilib dam olsa bo'laveradi. Hozir plyajga ham oz qoldi. Bunga ko'rsataman. 20 kishidan iborat hamma tur operatorlar birma-bir inshaalloh 35 ga yaqin gostinitsani ko'rib obzor qilishga harakat qilamiz. Mana plyajga kirdik. Hozir plyajni ham ko'rsataman bu yoqda. Parashyutlar tushyapti, parashyutdan. Hozir kamerani bu yoqqa buraman. Bu mana voleybol maydon, futbol maydon. Mana plyaj. Shezlonglar. Bu yerda bar. Barda odatdagidek hamma yoq inklyuziv, ya'ni hamma narsa kiritilgan. Parashyutdan tushyapti. Уже plyajda cho'milish vaqti soat 4 gacha ekan. Ya'ni xabaringlar bo'lsa, o'zi Sharm el-Shayxda suvi sovuq bo'lganligi uchun akulalar ham bor deyishadi. Akula issiq paytda suvda yurmaydi. Shuning uchun soat 4 dan keyin 4 gacha bemalol. 4 dan keyin plyajlarda cho'milishga ruxsat yo'q. Plyajda yana bir tomoni samolyot ham uchyapti. Bu yoqda mana tuyalar bor ekan. Bu yoqda mana o'zi plyajga tushadigan joy. Mana fotosessiyalar qilishyapti. Regency Plaza gostinitsamiz nomi. Egiptda bayrog'i mana. Hop, plyajga kirish sayoz bo'lganligi uchun mana bu traplar qo'ygan. Bu yerda bir 500-600 metr peshkom yurib chiqilinadi. Чтобы сразу dengizga tashlash uchun. Qolgan joylari sayoz ekan. 500-600 metr oldinga yurish kerak ekan sayozligi uchun. Shuning uchun bunaqa traplar qilingan. Bu tomonda ham bor.
nima desa bo'ladi, bitta gap bilan aytganda faqat miyani dam oltirib, boshqa hech narsalik ekskursiyalarni o'ylamasdan faqat plyaj и гостиница. Plyaj, gостиница. Haligi ichida adrenalini bor. Haligi anaqalarga Sharm-el-Shayx tavsiya qilmaymiz. Ko'proq yosh kattalarga, plyajni o'tdiqni yoqtiradigan odamlarga tavsiya qilishimiz mumkin. Unda ham 5 yulduzli otellarni mazza qilib haqiqiy o'tdiqni olsa bo'ladi Sharm-el-Shayxda. Ya'ni yaxshi gостиница olsangiz. Biz turgan gостиница ham juda ham yaxshi gостиница ekan. Ovqatlari ham yoqdi. Ovqatlarni alohida obzor qilib beraman inshaalloh. Hozir ko'rinsa, mana orqamizda parashyutlar uchishyapti. Bu yoqda mana kemalar bor. Shunaqa gaplar. Hozir yana yetib borib, oxirrog'idan ham video qilishga harakat qilaman. Suvi bo'yicha eng oldi o'rinlarda turadigan mana Sharm-el-Shayx suvi tiniqligini qaranglar. Balonchiklar, ya'ni ekskursiyalar o'sha tugagani uchun bu yoqqa qo'yib qo'yishibdi 6 kishilik. Suvni tagi ko'rinib turibdi-da, mana subhanalloh. Qora dengiz ham bunaqa tiniq emas. Qizil dengizni ko'rganmiz Saudiya Arabistoniga borganda, Jiddada. U ham bunchalik tiniq emas edi. Ya'ni biz yoki u joyga bormaganmizmi, tiniq joyiga. Bitta mana jiletkalar. Suv tiniq. Qayerni qaramasangiz, pasti dengizda pasti ko'rinib turar ekan. Maşallah. Mazza qilib mana parashyut uchishyapti. Judayam chiroyli peyzaj, mana quyosh botyapti. Shu gостиницamiz ichida restoran bor ekan. Bu hisobga kiritilmagan, ya'ni ultra inklyuziv bo'lsa ham bu yer alohida. Qarg'alar. Odatda qarg'alar sovuq o'lkalarda bo'ladi deyishardi yoshligimizda, lekin bu yerda qarg'alar ham bor ekan. Sekin kechki sayr, shom o'tib ketdi. Shomdan keyin sayr qilyapmiz. Judayam meni hayratga solgan narsa, hali Labo ko'rdim. Endi mana Damas. O'zimizning mashinalar ekan bu yerda. Begona joyda emasmiz xullas. Gостиницamizni kechki atmosferasi. Bugun dam olish kuni, ya'ni bugun obedda yetib keldik. Tushlik qilib, xonaga joylashib, sal o'zimizga kelib, atroflarda aylanyapmiz. Ertadan Xudo xolasa bizning ishimiz boshlanadi. Ya'ni gостиницаlarda to'liq obzorga boramiz. Bir kunga o'rtacha 7 ta gостиница tushgan. Riksiz
ertaga Rixslarda aylanamiz xudo xohlasa. Hamma Rixslarda, Rixsadamis hammasini aylanib bitta ko'rsatib beraman inshaalloh. Xo'p azizlar, bizni oshxonamiz. Birinchi mana non rastasi deydi variantlari. Har xil nonlar bu yoqda. Souslar. Bu yoqda mana. Assalomu alaykum. Maşallah. Uzbekistan. Makaron. Biz hamma navbatda. Ya'ni soat 6da boshlanadi ekan. İnceye şekli yani çalışmasın. Experience. Bu yoqda mana baliqlar. Baliqlar pishiryapti. Bu mangal, nargisi üzerinde qovurilgan baliqlar. Bu yoqda mevalar, banan, apelsin, anor, shirinliklar, qahasochlar, bu yoqda soklar, bu yoqda gazli, kola, fanta, choy, kofe, yana bitta rastasi, bu yoqda yana shirinliklar. Xullas, yeb ichib, mazza qilib, cho'milib, dam oladigan joy. Salatlar, allambalo salatlar, go'shtli shekilli sir. Xullas, shunaqa do'stlar. Endi bu yog'ini ko'rsatdim. Bu yoqda alohida spirtno ichadiganlar uchun spirtnolar ham bor ekan. Pikar. Nima qilamiz? Biz ham sekin o'chirib turib ovqat olishni boshlaymiz. Azizlar, hozir bir ajib narsani guvohi bo'lyapmiz. Mana choy. Qo'lingizga u qolasangiz shunday limonni ta'mi kelar ekan. Borishga harakat qilamiz. Ajib narsalar bor ekan. Kechki sayrga chiqqanmiz. Sharmil Shayx bo'ylab Bezot akalar topib keldim mana. Shahbozga Sharmil Shayx yoqmayapti. Ketaman men. Ketaman deb to'ydiryapti. Zerikdim. Xullas, Bezot akalarning gastitsasi. Xo'p. Hozir mana taksiga o'tirib, bismillah, Stariy Gorod degan joyga ketyapmiz, eski shahar. Xohlasa, eski shaharni ham bir ko'ramiz inshaalloh. Qo'lda to'qilgan buyumlar ekan mana. 140 5 dollar atrof. Mana yerga olib $2,5 ekan. $2,5. Uyga. Yaxshi ekan-a?
Xo'p, bunaqa suvenirchalar $1 ekan. $1,5, $2, $3 razmeriga qarab. Ajib. Hammasi yog'ochdan yasalgan qo'l bola buyumlar ekan. Yaxshi shisha. Sopol ekan. Monolar zo'r ekan. $17. Stary Gorod degan joyga keldik, ya'ni eski shahar. Selari. Taksisi InDrive degan приложение bor ekan, shundan chaqirdik. O'rtacha bitta lokatsiyadan ikkinchi lokatsiyaga $3 atrof. Ya'ni biz hozir yarim soatlik yo'l yurib keldik mehmonxonamizdan Stary Gorodga. $5 plus minusda bo'ldi. $5 dan oshiqroq. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Magazinda obzor. Ha, mashalloh, o'zbek magazin ekan. Я Бекзот зовут, не жадный не жмот. Bekzod. Давай. Вот. Ты. Потому что я люблю узбек. Mashalloh. Вот, моя реклама. Arzon magazin mana Stary Gorodda boshida Bekzod. Меня Бекзот зовут, не жадный не жмот. Давай все, что надо. Mana o'zbek bo'lganimiz uchun bitta shkolat paydarka qilyapti. Меня Mashalloh. Бекзот зовут. Меня тоже Бекзот зовут. لا, меня Бекзот Да, зовут. он. Бекзот зовут. Ширзот. Нет, Bekzod. Серьезно? Серьезно, он покажет паспорт. Ты понимаешь читать? Понимаешь, читать. Adashish aka Моя bezdagi. реклама. Бекзот зовут, не жадный не жмот. Men juda saxiyman deb qo'yibdi. Чай. Хороший, покажи. Давай чай пей. С любовью. Bunaqa qilib tirikchilik qilishyapti-da. Har xil atirlar bor ekan. Bu yoqda mana yana suvenirlar. Ты не ревайся, попроще, что надо. Всё, я там тебя хорошится. Хорошо? Честно? Серьезно. Серьезно? Серьезно. Чайла. Одно. Сколько грамм надо? Mana mana shu choy yoqdi menga. Buni ichi xullas mятный ekan. $1 deyishdi. Bir bayram. Suvenirlar. Грамм. Грамм. А он тоже мой брат. Я жду, что это хорошо, но он Бекзот. Меня Бекзот. Все, я люблю человека узбек. Maşallah. Пожалуйста. Флорида, Трампел, Зор. Zo'r. Хорошо. Kechki bozor. Baraxolkalar. Mana mahalliga mashhur o'sha qumlardan shunaqa rasm chizib beryapti. Shu ko'zimiz yonida hozir bitta yasab beradi aka.
Where from? Uzbekistan. Assalomu alaykum. Assalom. Это фарбуло, да? Один что? 3. Да. Да. 2 фарбуло. San'at asari. Olasan men hozir. Ashulachi. Фарбуло. Maşallah. 25 лет артист. Maşallah. 25 yildan beri hunar ekan mana. Xohlagan narsalarda yasab berar ekan. Можно имя написать, да? Что можно имя? Гори. Hozir logotipimni ko'rsataman, yasab beralaydimi? Logotipimizni yasatib ko'ramiz. Shunday. Bundan. Tayyor. Закрыто. Ha, o'sha tepasini moylab qo'yar ekan. To'kilmayar ekan shovvoz. To'kilmayar ekan. Tamam, prislandi tepasi. Maşallah. Ha. Savolinga javob berdim. Я хочу можно имя написать, имя хорошее, да. Mango. 7 kilosi $5 ekan. Масло, финики, все по $1. Вот наша визитка, дорогой. Давай. Choylar. Ровно не жмот. Плюс подарок тебе. Maşallah. Bu yerda g'ayrilar har bitta. O'zbekiston. Қалайсыз? Zo'r, У maşallah. нас Zo'r. Арзон не кумат. Bo'ldi. Ташкент, Хазалкинин, Арзон магазин. Zo'r. Давай. Вот есть, который формат класс орех, Ha. масла духи, масла черники, каркаде, чаи. Да, все есть. Hamma yo'q bor ekan mana. Спасибо. Imya? Меня Da, Шаукат. Shavkat. Maşallah, zo'r. Spasibo. Spasibo. Zo'r. Fokus bozor. Maşallah, bu yerda mana har xil kalyanlar. Xullas suvenir, har qadamda suvenir, har xil suvenirlar. Xullas, bular yoqyapti menga. Ya'ni mehmondo'st xalq ekan. Endi bilmayman, marketingmi, turklarga o'xshab bu mana o'yinlari. Turklarga o'xshab o'tirishdi. Maşallah. 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 Ha, gapim chala qolib ketdi. Mehmondo'st xalq ekan deb har bir joyga. Da, конечно. U ham aytayapti, podarka bergani sababi har bitta o'tib ketayotgan joyingizda qaytib kelsin deb bunaqa finiki berishar ekan. Juda ham mazali ekan, yoqdi menga. Bitta sheriklarim yo'qolib qoldi, qaytadi topib ketishdi shekilli. Masjid. Mana hozirgindagi aka. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Давайте я покажу.
Bu akam ko'rsatib berar ekan. Сейчас разделит рисунок фургона. По-русски говорит, да? Da, по-русски. Kattarog'i ko'rsatyapti endi. Одинаки, дванаки, тринаки, четыренаки. Это голова. Вот. Еще. Shu bitta simni o'zida Дванаки, тринаки, четыренаки. Bunda Это голова. ajoyib bir go'zal peyzaj yasab beryapti. Сейчас изделим синий. Это агентство Бурбуда. O'zbekiston. Бухари. Al-Buxari. Земляки. Laki. Это Узбекистан Бурбуда. Сейчас изделим шугур. Вот. Это горы. Шугуры. Сейчас изделим еще солнца. Вот. Это солнце. Oh, inshaalloh quyosh. Какой цвет тебе нравится? Синий, красный, зеленый. Ну, зеленый давай. Это солнце. Еще солнце. Как зовут? Abdullah. Абдулла, давай пишешь тебе имя Абдулла. Аллах. Пишешь свое имя Абдулла. Твое имя? Да, я рисую тебе имя. Сейчас. Атом yozib berasan. Ну, мне не надо это. Почему? Ну, Твоя жена? есть Как жена. зовут она твою жену? Абдулла. Тебе имя и жена имя. Жена? Нет, это мое имя. Абдулла. И жена тоже. Жена не надо. Я рисую свое имя внутри. На? Я пишешь свое имя внутри. Не надо. Сколько стоит? $15. О, нет. Я вам за $12. А за 10? За сколько надо? Не надо. Спасибо. Xo'p. Akamiz sotmoqchi bo'ldi. Amallay olmadi. Ke ko'rsataman men chizib anaqani yashashimni ko'rsataman qumdan dedi. Shunda isming nima deyapti? Ismingni yozdirsang o'zi uxlading degan. $15. $10 beraman dedi. Ya yo'q desam $5 deydi. Ya kerak emas dedim. Xullas pul qilyapti. Tirikchilik endi. Nima deymiz? Endi sheriklarimga yetib olayotgandim, yana yo'qolib qolishdi. Рубашку не хочешь? Hop, qana. It's okay, I'm going to go outside and look at the stick things again. А вот это сколько стоит за бутылку? Это 12. Давайте. Suriya bo'lgan ekanlar mana haligi bilsanglar to'ylarda ularga bunaqa dombirachalardan biri. Hop, har xil suyunib Blackimikin bu ha? Xullas mana hamma sunnachilar mana shu yerda ekan.
hozir. Ha, bu plastinkalar ekan. Hammasi ruchnoy изделияlar. YouTube'da umuman Misrda, Sharm-el-Sheykda bemalol dollar. Hamma narsa nima so'rasangiz dollarga savdo qilar ekan. Mayda dollarlar ko'proq oladi. Pul maydalash shart emas ekan. Muzikalniy narsalar ko'p ekan. Saksafonlar. Yes. Okay, let's check. No, they are. Mayda shaxmatlar bor ekan mana. Chiroyli shaxmatlar. Buni ham ko'ramiz aka. Nima ekan u? Mana yana bir ajib qo'lda to'qilgan. Nimaligini tushunmadik, lekin chiroyli narsalar. Bu oyoqni ishqalaydigan, tovonni ishqalaydigan nima ekan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ne xohlaysiz? لا زي الأردن نفس السعر. O, kosmonavtlar. Kosmonavtlar nima edi uni? Vodolas dermidi? Vodolas. Xullas bu yerda asha suvni tagiga tushadigan narsalar sotadi. Siz borib ekanman o'zi. Bizga ham kerak ertaga divingga, snorkeling qilgani yaxshilardan. Assalomu alaykum. Suv ostida kiyadigan, suv o'tkazmaydigan kiyimlar. Menga eng yoqqani har bitta magazinga kirganda Qur'oni Karimni ovozini eshitasiz. Maşallah. Qanaqa do'kon bo'lishidan qat'iy nazar Qur'oni Karimni qo'yib qo'yishar ekan.
ham bir kelamiz inshaalloh, yo'limiz tushsa. Masjid bekar ekan. Mana jamoamiz bilan Rixsiz Sharm el Shayxga keldik. Kutib olishyapti. Здравствуйте. Hozir to'liq gostinitsani obzorini qilishga harakat qilaman. Начали, Тимур? Rixsiz Sharm el Shayxda hovlisidamiz. Juda ham katta otel ekan. Ertalabki kunimizda Rixsiz, bugungi kunimiz to'liq Rixsizda bo'ldi. Ertalabdan o'zi plyajga odamlar boshlabdi cho'milishdi. Bu mana gruppamiz. 20 kishidan iborat tur operatorlar. Кабаны для молодоженов есть на территории пляжа. Начинается $250 и выше. Все включено. Официант, снеки, алкоголь с 9 до 6 вечера. Асель, как вам? Понравилось? Классно. Красивая территория. Очень ухоженная. Лёг пляж. Xonalar уже. Здесь у нас минимальное размещение начинается с 3 взрослых, и в каждую категорию предоставляется одна полноценная дополнительная кровать. Имейте, пожалуйста, хорошо? Категория swim up, king size bed. Мы туда предоставляем одну дополнительную кровать, размещение 3 взрослых. Все категории swim up у нас имеют вид на море. Плюс еще в каждой категории swim up у нас есть своя гардеробная. В гардеробной вы найдете пляжные тапочки и пляжные сумочки. Также в ванной у нас есть и ванны, душевые кабины. Мини-бар, также кофемашинка выполняется ежедневно бесплатно. Хорошо? И, соответственно, Xona. Bu vannasi. Гардеробные. Спальня. повторю информацию еще раз. Категория swim up, размещение 3 взрослых, king size bed, отдельно ванна, гардеробная. И, пожалуйста, заметьте, что в гардеробной у нас есть пляжные сумочки, пляжные тапочки. Все категории swim up располагаются в 21 блоке, имеют вид на море, имеют свой собственный бассейн, который подогревается отдельными периодами. Хорошо? Вид на море. Rixsiz Sharm el Shayxda dengizga tushish. Demak, dengizga ponton orqali tushilar ekan. 350 metr. Bu yerda mana konsertni zal. 18+, ya'ni bu yerga bolalar bilan, farzandlar bilan qo'yilmaydi. Faqat kattalarga, взрослыйlarga.
judayam go'zal va pokiza, hamma sahnlariga e'tibor berib qarashar ekan. В общем, здесь у нас 8 алякарт, они все абсолютно бесплатные. Хорошо? Hop, Rix's Premium Gate. Keyingi ikkinchi Rix'imiz. Hop. Hovli juda ham chiroyli ekan, juda ham katta. Hozir xonalarini to'liq obzorini qilishga harakat qilamiz. Bu yoqda yangi yillarni boshlashimiz. Navbatdagi otel bu Premium Signet Rix's. Bu mashinalarimiz Belda joylashamiz mashinaga. Sig'amanmi? Bismillah. Коллеги, повторю информацию еще Junior раз. Suite xonasi. Категория Junior. Данная категория у нас имеет king size bed, king bed, видите, вот на самом деле размещение. Xonani kattaligi. Bu yoqda televizor. Bu yoqda alohida divoncha. Bu yoqda mana vid na basseyn, katta. Tashqariga chiqsa bo'lar ekan. Prям tashqariga chiqib bo'lar ekan. Hozir hojatini, ya'ni anaqasini ko'rsatamiz. Данная категория очень удобна для 2+2, так как этот диванчик, он будет служить как кровать. Мы сюда еще представляем полноценную Şkaflar. Labo. Больше, да, чуть больше. 1800, 2 вот так. Да, вижу, что-то какие-то экскурсии.
Антонская залит 350 метров, да? Demek mana barlar 46 ta bar bor ekan. Территория очень большая, да? Club. Bolalarni basseyn seansi. Для каждого клиента здесь особый уход для детей, для взрослых. Шаговый, Xullas peshkom aylanishga imkoni yo'q ekanda, charchab ketasiz. Bir kun vaqt ketadi. Вы видите, bitta basseynda dodayotib qolaverasiz. Hamma narsasi bor. Круг сделал, показал. Уже готовится к Новому году. Осторожно. Azizlar, Rixis Premium Skate gastitsiyasini to'liq aylanib chiqib bo'ldik jamoa bilan. Xudo xohlasa bir joyimiz hamda video rasmlarda kuzatishda davom etinglar. Bundan bugun inshaalloh to'liq hamma Rixislarda obzorga chiqqanmiz. Xonalari, ploshchati, ya'ni basseynlari, bar, restoran, karaoke, xullas detskiy nima bo'lsa, xullas Rixisda nima imkoniyat bo'lsa, hammasini to'liq yorib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa sizlar uchun harakatdamiz. Jamoamiz ham shu yerda. Xo'p, navbatdagi otelimiz Rixis Radamis. Hammaga mashhur bo'lgan o'sha mashhur Rixis Radamis oteliga kirishda suvlar, kanatlar, hol. Xudo xolasa hozir to'liq xonalari,
ploshchini o'rganamiz. Mana bu yerda maketi bor ekan. Juda ham katta zonada joylashgan. Akvapark bilmasmi? Wow. Yo'q, mana mana anaqa. Endi ochiladi. Yo'q, bit sayti ochilgan. Mana Cool Prime. Mana mana ochilishi kerak adashmasam. Akvapark. Нет, adashdim, aka. Bu endi ochiladi. Mana bittan bor. Tirandamiz biz. Anaqa bit sayti ochilgan. Mana bit sayti ochilgan ikki tarafda. Mana akvaparklar. Mana ochilishi kerak. Inshaalloh. Juda ham katta ploshchid. Tirandamiz. Tirandamiz. В целом, если будем дальше говорить о данном проекте, это огроменный проект для нас. Почему? Потому что мы хотим его сделать в каналах. Категория Junior Suite. Отдельная спальная комната, отдельная гостевая зона. Ванная, в зависимости от наличия. Мини-бар выполняется ежедневно бесплатно. В мини-баре из алкоголя у нас будет идти пиво. Коллеги, здесь я вас скажу, что это шкафчик мини-бар. Это? Это мини-бар. О. Mini-bar ekan. Bu yoqda mana bar. Мини-бар. Да, это мини-бар. Теперь, пожалуйста, коллеги, заметьте, что все номера в Тиране вот такой вот синий морской формат, хорошо? Теперь данная категория размещает 3+1, либо же 2+2. Коллеги, теперь минуточку вашего внимания. Если мы будем закрывать эту дверь, то эта категория самая минимальная категория. Пожалуйста, заметьте. Alohida mehmonxonasi ham bor ekan, yana bitta mini-bar. Вот этот маленький диванчик, он раскладывается, он полтора. Bular Riksrada ichidagi birinchi liniyada joylashgan villalar. Hozir mana villaning ichiga ham kirib ko'ramiz. Я уже язык заплетаться будете, уже без разницы будет. Я обожаю гидов Папаразzi, обожаю. Hozir mana ko'ramiz sumka. Sumka xleb. Maylab berilmas o'sha privatnisan shunga qo'ygan. Aytgan ketgan odam ko'rmas ekan. Осторожно, я закрываю. Теперь, коллеги, смотрите. Позади меня, получается, это минимальная категория вилл. В целом, Club Privé by Rixos, эта система, она у нас в системе будет по отдельности. Здесь у нас 26 вилл мы разделили на две категории. Privé вилла это минимальная категория, а премиум вилла самая высокая категория. Позади меня Privé вилла, самая минимальная категория, 280 квадратных метров, 3 спальные комнаты, 6 человек размещения, 6+2 можем также подтвердить.
что мы предлагаем нашим гостям? При бронировании вилл первое VIP Fast Track. Как только они прилетают, их встречают по особенным с цветами, шампанским и, конечно же, трансфер из аэропорта в отель и наоборот. Когда они приезжают уже на виллу, за каждой виллой закрепляется батлер, который обслуживает наших гостей 24/7. Также за каждой виллой закрепляются клабкар машинки, где они могут кататься по всей территории отеля. Плюс еще в каждой вилле у нас есть полностью оборудованная кухня и полностью, получается, подогреваемый бассейн в каждой вилле. Плюс еще за каждой виллой закрепляется рум-сервис номер. Захотели завтрак, обед, ужин, все, что вы хотите, сразу уже на виллу. По запросу шеф-повара, также получается диджей, за дополнительную оплату также можем организовать. Плюс еще за каждой виллой также закрепляются кабаны без джакузи, либо же с джакузи на выбор для наших гостей. Хорошо? Есть вопросы, коллеги? Belirlayga kirdik. Maşallah. Demek bu yog'i mana bitta xona. To'liq bami xalatlar, shkaf, televizor va 2 kishilik joylashuv. Xo'p, bu yoqda balkonchasi 6 plus 2. Yani 8 kishini joylay olamiz oilaviy. Bu yoq mana vanna. Yana bitta отдельный общий xona. Sanuzev bilan bu yoq shkaf, xalatlar, seyf, yostiq to'liq. Bu yoq mana judayam go'zal vid ko'rinish, spalni. Bu yoq katta sanuzel ekan. Sanuzelda hamma принадлежности bor. Bu yoqda dush. Hop. Yana bitta общий zal. Bu yoqda bemalol o'tirib televizor tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Bu yoqda ovqatlanib, bu yoqda alohida kuxnyasi ham bor ekan. Juda ham chiroyli, hamma sharoitlari bor. Xolodilnik, mikrovolnovый pech va hokazo. Nima kerak bo'lsa, hamma yoq bor ekan. Mashalloh, bu yoqda o'zini огороды. Специальный o'zini basseynchasi ham bor ekan. Bu yerda Rixis Radamistda villani ko'rgan edik. Jamoa bilan ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta 6 plus 2 va bitta katta oila kelsa bo'ladi. Bemalol bron qilishingiz mumkin. Bizning tizimlarimizda ham bor. Xohlasanglar bron ham qilib beramiz. Villalarni ham ko'rdinglar. Birinchi liniyada joylashgan. Villada alohida o'zini basseynlari, xullas odamzodga dam olishi uchun nima kerak bo'lsa, hamma sharoitlar bor inshaalloh. Do'stlar, bu Rixis Radamistda premium villasi, 4 ta spalni xonasi, zal, oshxona, hol, hamma narsasi bor ekan. 400 kvadrat metrdan iborat. Xo'p. Bu mana birinchi liniyada joylashgan. O'zini basseynchasi ham bor. Mana shu territoriya hammasi o'sha villaning ichiga kiradi. Hozir xonalarni ham bitta-bitta ko'rsatib berishga harakat qilaman. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Xonalar. Vanna, dush,
Шкаф. Я здесь кофе, чай, Вот. голодный не останется. Да, кофе, чай. Недорогие. Spalni. Bu yoqda mana tashqari ko'rinib turadi. Bu birinchi spalnisi. Hamma spalni почти bir xil. Xuddi shunday hozirgi sharoitlar bor. Bu yoqda mana kuxnyasi, oshxona. Oshxonada ham kerakli hamma anjomlar bor. Холодильник, mikrovolnovый pech va hokazo kofe barqarorgacha. Xo'p. Bu yoqda yana bitta общий санузел. Bu yoqda mana keyingi 2 kishilik joylashuv asosida xonasi. Bu yerda ham hamma sharoitlar bor. Vanna, tualet. Xullas 4 ta katta spalni. Bu yerga 8 kishi и plus 2 kishi qilsa bo'lar ekan. Po zaprosu, ya'ni 8 kishini joylashtirsak ham bo'lar ekan. Juda ham zo'r. Bu yoqda mana detskiy xalatlargacha bor ekan. Vannasi hammasi почти bir xil ko'rinishda. Navbatdagi otelimiz Swiss Hotel Sharm el Sheikh. Kirib ketyapmiz. Sayohatchilar. Bismillah. Hop, Swiss Hotel. Xo'la. Уже yangi yil shkofi bor ekan bu yerda. Bitta sharbatidan ichib ko'ramiz. Biz gruppamiz. Bu ham Sharm el Sheikhdagi mashhur otellardan hisoblanadi. 5 yulduzlik. Hozir otel haqida informatsiya olamiz. Bismillah. Свою концепцию, также отдали, получается, анимацию и автовоз. Если будем говорить, Swiss Hotel это бывший Сонеста. У нас здесь в целом 2 линии, первая и вторая линия. На второй линии у нас 400 номеров, а на первой линии у нас 200 номеров. Сразу проговорю, что вторая линия это family концепция, а вот первая линия это adults only. В системе он будет идти как один отель, но когда вы будете выбирать категорию номеров, там уже будет меняться приставка. Например, Deluxe Room Aqua, Deluxe Room Adults и так далее. Если вы видите Aqua, то сразу имейте, пожалуйста, в виду, что это вторая линия. Если вы видите Deluxe Room Adults, то это первая линия. Это все равно нельзя сравнивать, потому что там ценовая категория другая. Swiss Hotel. Во. Это вторая линия, да?
идет на бассейн. Мини-бар выполняется ежедневно бесплатно. Swiss Hotel'de standart room. Можно попросить еще рюмку есть? Конечно, каждый категория предоставляется одна кровать. Видите, пожалуйста, то, что здесь у нас дом кровать, евро-раскладушка, коллеги, Xonalar vроде нормально, lekin bu Rixsdan ko'ra byudjetniroq. Mini barlar va har kuni besplatniy to'ldirilar ekan. Холодильник. Va ko'rinish. Видим basseyn. Basseyndan ko'rinish. Hop. Shkaf. Hamma birdan bo'lishlar bor. Vроде нормально. Еще вопросы, коллеги? Если нет вопросов, то можете обратно подписаться. Keyingi xona. Bu ham vidumli basseyn. Bu ham o'sha eng katta xonalardan biri. 2+2 yoki 3+1 joylashuv asosida bo'lsa bo'lar ekan. Bu Swiss Hotel. Birinchi liniyaga ketyapmiz. Swiss Hotel'ga kelganmiz. Hozir Rixslarga qaraganda byudjetniroq. Lekin Rixsda anaqasi kirar ekan. Rixs qarar ekan bu hotelga. Ancha byudjetli, lekin birinchi liniyasi, ikkinchi liniyasi ham bor ekan. Hozir ikkinchi liniyasini ko'rib bo'ldik. Ikkinchi liniyada joylashgan. Endi birinchisini ko'rib kirib ketyapmiz. Xudo xolisa buni ham ko'rsatib beramiz inshaalloh. Ovqatlarda turi 650 xil Rixsda bo'lsa, bu yerda 450 xil taom bor ekan. 18 концепция. Позади меня внимание дальше категория, очень высокая категория Swiss Select Market. Теперь, пожалуйста, обратите внимание, во-первых, на дизайн, и во-вторых, на квадратуру. Swiss Select Adults, она чуть больше, нежели Swiss Select Aqua. Здесь у нас King Size Bed, или же Twin Bed. Все категории Swiss Select Adults у нас имеют вид на бассейн, и ванны, и душевые. Хорошо? Размещение 3 взрослых. Как я уже ранее говорила, в каждую категорию именно Swiss отеля предоставляется одна доп-кровать, это евро-раскладушка. Она у нас 180 на 90. Вопросы есть у вас, коллеги? Нет. Все, заходим. Swiss Select.
Коллеги, имейте, пожалуйста, в виду, что это одна из высоких категорий Swiss Select Eng yuqori kategoriyadagi otel. Xona. На бассейн, а размещение 3 взрослых, Шкаф. мини-бар, кофемашинка выполняется ежедневно бесплатно. А тут выход на бассейн, Пожалуйста, обратите внимание на квадратуру и обратите внимание на... Xona. Ha, уже vid basseyn. Shunday basseynga chiqib ketsa bo'lar ekan xonadan. Bu mana divan raskladka bo'lar ekan. Xo'p, Swiss Selectum Adults. Swiss Selectum Adults. Да, здесь у нас только Adults часть 18 плюс первая линия у нас 18 плюс, а вторая линия такая... Bu yoqda mana mini bar и холодильник. Если есть вопросы, задавайте мне. Har bitta bunaqani blokda yonida shunaqa har xil shirinliklar bor ekan. Mana bizning qizlarimiz bu gruppa Swiss Hotel'da plajiga kelib qoldik. Bu jamoam bilan plajni ko'rsatib beramiz. Bu yerda mana aviakartlar. Restoran. Menimcha bir ajib. Hudud buniki ham juda ham katta ekan. Swiss Hotel, Sharm el-Sheikh. Уже mana plyaj boshlandi. Barlar. Bu yerda konsertniy zal. O'zi mana plyaj. Bu yerda mana sochiqlar xonaga joylashganda alohida karta beradi sochiqlar uchun. Sochiqlar olib ishlatsa bo'ladi plyajda. Pantonlar bor ekan, unaqa katta emas plyajga. Где-то 30 metr. Plyaj ham unaqa katta emas ekan. Mana. Lekin ko'rinish chiroyli, qumlari toza, suvlari ham juda ham toza. Navbatdagi otelga kelganmiz. Ayrisiga. Ayga. Hop. Bulardan oldik. Hozir mana bizni kutib olgan uyimiz. Со всеми социальными сетями, фотографиями. Если у вас есть ваши визитные карточки, то тоже можете записать. Это 5 морепродукты. Пойдемте дальше.
Navbatdagi otelimizni standart xonasi, 2 kishilik joylashuv. Так. Телевизор. Из окна. Basseyn ko'rinib turar ekan shunday chiqishda. Tak. Balkonchasi. Standart bu yoqda dengiz ham ko'rinadi. Fotka etsin ha? Apelda endi hozir yana transportlarda aylanamiz. Mana bizni transferimiz. Yalla habibi. Sirena Beach otelini shaxsiy plaji o'zini hududida. Plajga kirib ketyapmiz. Bu ham shu byudjetli otellarda sarasiga kiradi. Ya'ni Rixislardan, Swiss otellardan keyingi. Plajga tushishdan oldin basseynni ham ko'rishimiz mumkin. Plajdan tashqari basseynlari ham bor. Справа вы можете видеть бассейн, один взрослый, один детский, детская площадка. Plaja bunaqa juda katta ham emas ekan. Mana bar. Barda hamma narsa bor. Suv, napitka, spirtlar xohlaganlar uchun spirtlar. Mana shu hudud, plaj hududi o'zi shu yerda tugaydi. Pontonlar bor ekan. Plajga chiqishga. Bunaqa uzun bo'lmagan. Navbatdagi xonasi. Vanna, dush. Bu 3 kishilik standart. Hamma birga derazalar bor.
Bu yog'i Vidum Sad, ya'ni bog' ko'rinishi ekan. Navbatdagi mehmonxonamiz Sunrise Receptioni. Judayam chiroyli ishlangan ekan. Receptiondan shundoq chiqsangiz, o'sha dengiz ko'rinib turar ekan. Quyoshga qarama-qarshi bo'lgani uchun yaxshi chiqmayotgan bo'lishi mumkin videolar. Bu yoqda sразу birinchi liniya plyaj o'sha. Birinchi liniya. Mana. Plyajda qum kamroq ekan, lekin plyajda bemalol cho'milsa bo'lar ekan. Sunrise Rimal Beach. Кто-нибудь хочет соки свежие, может быть? Есть шампанское еще. Шампанское, соки, не стесняйтесь. Шампанское есть. Sunrise. Смотрите, мостик наш находится с правой стороны. Как я говорила, мостик у нас такой устойчивый, деревянный, не длинный, такой комфортный для захода. На пляже у нас есть также... Прилив будет, море придет. Оно каждый день уходит, приходит, уходит, приходит. Ну, мало, да, песка, смотрите. Sunrise отеля. Стоят диспенсеры с косметикой. Это у нас шампунь, кондиционер для волос, лосьон для тела и гель для душа. И также есть коробочки со всем необходимым. Это бритвенные наборы, зубные пасты, щетки, все, что необходимо. Винивар пополняется каждый день. Шкаф. Мини-бар. Хамные лавки. Я 2 раза пошел, я с ним пришел. Eng asosiysi jakuzzisi bor ekan.
dengiz. Lejaklar ham bor ekan. Bu bar ekan. Bardan shunda chiqishda уже. Спасибо. Ikkilar shu yerga joylashyapti. Basseyn. И plyaj. Xo'p, territoriyasi Big Albatrossda. Mana spaslarni yaqin joyda. Xo'p, Albatros nomi bo'lgan, hozir yaqinda Pik Albatrosga o'zgaribdi, nomini o'zgartirishibdi. Hamma albatroslar o'zi Pik Albatros deb nomlanyapti. Pik Albatros Plaza. Restoran, bar, hammasi shu yerda. Maşallah. Mana teritoriya. Plyaj. Bizda navbatdagi lokatsiya Coral Sea. Yetib keldik jamoamiz bilan. Hozir ishlarni ham ko'rsatamiz. Reception. Reception bilan chiroyli ekan. Кто хочет, пожалуйста. Не стесняйтесь. Sizlar bilan ko'rishyapti. Попробуйте, попробуйте. Bu yerda odatda barcha biz kelayotgan otellar bu bar ekan. Birinchi liniya. Mana manzarani qaranglar azizlar. Mashalloh. Basseyn, orqasi plyaj. Bu yoqdan o'tib ko'rsatamiz. Gruziya bilan Trabzonni o'zbeklar o'yladi. Только две гостиницы не В каждой пускают. комнате будет несколько такого кресла, будет обычное кресло. Особенно мужской компании. Bu mana standartni bu raskladka bo'lar ekan 2+1 bo'ladi. С видом на море.
да? O'zini basseyni ham bor ekan. Да, стандарт. Общий basseyn. Hammasiga bitta ekan xonalar. Вообще дорого, нет? It's okay, I'm gonna go outside and look at those stick things again. А вот эти сколько стоят? Это 12. Давайте.